Assalomu alaykum do'stlar. Do'stlar bilan Gamer Yarok. Albatta yana Roblox o'ynaymiz. Robloxda Sticks va Legacy. Ko'p kishiga mashhur o'yin. Yaram masla. Ularni qochlaring. Akam kino ko'ryapti. Unga e'tibor bermaylar. Shunday bolalar e'tiborini yo'qotishning yo'li bormi? Ko'zlarini bog'lab qo'yib, qo'liga qurol berish va o'z deb aytish. Bam, bam, bam! Ular bo'sh devorga o'q uzyapman deb o'ylashadi, lekin ko'zdagi bog'ichni yechishganida o'lgan insonlarga ko'z ochadi. O'z qurolida yaqinlarga o'q uzsa nima bo'ladi? Aqldan ozadi. Undan keyin esa aytgan hamma ishni qiladi. Voy, mucha. Xo'sh, Da'volaring da'voz bolalarga qilgan ishni takrorlab ko'ramiz. O'zing tanla. Yomon charchab ketdim. Qarib olgan butun. Hammasi oson. Bittasini tanlaysan, ikkinchisi esa tirik qoladi. Sog'lom qarib olgan. Kelishni osonlashtiramiz. Qaysi birini saqlab qolging kelyapti? Ular aloqasi yo'q, ularni qo'yib yubor. Aylanadi. O'zimni ham bunday qilgim kelmayapti. Bobongizga quloq soling, bolalarim. Bu yerda ko'proq qolgim kelgandi-yu. Lekin Bolangizga uzoq vaqtdan beri borim. Video chiqarmadi. Voy, to'xta. Ularning aloqasi yo'q-ku. Tamam. Deyman senga. Aytgan hamma ishingni qilaman, hoy. Nima desang ham qilaman. Hamma ishingni qilaman, to'xta. Internet bor. Tushundim. Ishlayapti. Agar tanlovga kelasan. Qochlaring. Voy, to'xta. To'xta deyapman. Voy, to'xta dedim. Qo'llaringizda juda kuchli askar xo'jayiningiz turibdi. Ko'ryapsizlarmi? Haqiqiy qilichboz hukmdoriman. Ko'ryapsizlarmi? Qilichboz. Internet qotishini kechirasizlar, telefon qotyapti. Yaqinda Minecraft'dan ham video o'ngdagi niyatim tasvirni yoq. bu. Kamera yozuvxonasi. Tomonlarga yomonlar bo'lish kerak. Voy. Yana savolga keladi. Hoy, sen o'zingga kel. Senda 10 soniya bor. Voy, to'xta, kerak emas. Agar ulardan birini tanlamasa, To'xta deyapman. ikkisidan o'ladi. To'xta, tanlayman. Hamma ishni qilaman dedim-ku. 10, Ularni qanday saqlab qolishim mumkin? 9, 8. Bas qil dedim. Ularni tinch qo'y. Qutqarish uchunmi? Ularni aybi yo'q. Qani, ularga yaqinlashib ko'rguncha, keyin o'zingni bo'laklarga burib tashlayman. 7. Askar Seni o'ldiraman. Qaranglar, qutqaringlar. Ey do'stlarim. 5.
Do'stlar bu To'xta. Meni xato qildim. Ben başka oyuna mı oynayayım abi? Qo'yib yubor. Ya. Do'stlarimni ayb Ya. yo'qotma-ku. Hammasiga o'zing aybdorsan. Endi Ko'r, bora qol. ko'r. 3. Ismni aniq qilib ayt. Aks holda ikkisi ham o'ladi. Yo'q, bilmayman. Tanlay olmayman. Koç, koç. Do'stlar ham bilmayman nima qilishni Vay bilmayman. vay. Do'stlar ikkinchi qismgacha hayır.